Qishloqda bir do'stim bor. Adashmasam bir 20 tacha tovug'i bor. Keyin bir kun aytdiki, do'st dedi, 20 ta tovug'im bor. Bir 2 dona xo'roz olmasam bo'lmaydi, chunki xo'rozi yo'q tovuqlarning tuxumini bostirib bo'lmaydi va jo'ja chiqmaydi undan. Bu yoq qishloqchilik 2 dona xo'roz olaman dedi. Keyin xo'roz oldi. Bir haftadan keyin qishloqqa bordim. Do'stimdan so'radim, xo'rozlar yaxshimi? Bayramda niyat qilib so'yib yormadingmi qilib, go'sht o'rni ketib qolmadimi xo'rozda desam, do'st dedi, xo'rozlarni so'ydim dedi. Kim aytimiz bilardim sen badnafs ekanligingni. Nima uchun xo'rozlarni so'yding? Bayramga so'ydingmi? Desam, yo'q, bayram uchun so'ymadim-ku, qo'shnilarning e'tirozi uchun so'ydim dedi. Men aytdimki, qo'shnilar senga nima e'tiroz bildirdi? Xo'roz saniki bo'lsa, katagi hovlingda bo'lsa, donni san berayotgan bo'lsang, suvni san berayotgan bo'lsang, nima muammo desam, dedi qo'shnilar 1, 2, 3 gapirdi, oxiri xo'rozimni so'ydim, sababi qo'shnilar menga arz qildiki, xo'rozing juda erta qichqiradi, juda uyqudan erta uyg'otadi. Xo'rozlaring dastidan uxlay olmayapmiz dedi. Demak, men o'ylab qoldim. Insonlar ko'mayli hayvon u parranday darrandada ham hukm o'qilgan. Ya'ni sen kimnidir uyg'otmoqchimisan? Uyg'otmoqchi bo'lganlarning qismati har doim shunday. Har doim shunday.